Uy olish rejamiz bu yil ham amalga oshmaydi shekilli deb o'ylayotganmidingiz? Aynan sizga xushxabar bilan keldim. Inshaalloh bu yil olasiz. Olganda ham shunday yangi remontdan chiqqan, keng, shinam, fayzli xonadonni egasi bo'lasiz. Qanday qilib deysizmi? Buni esa videoni oxirigacha ko'rib bilib olishingiz mumkin. Demak, like bosingda, kuzatishda davom eting. Ushbu ko'rib turgan kvartiramiz 5 qavatli domning eng yuqorisida joylashgan ekan. Tepadan mazza qilib manzarani tomosha qilib yashayverasiz. Chiqib tushish muammo emas. Lift xizmati mavjud. 4 ta xonasi, kladovkasi mavjud. Sanuzeli 3 qismdan iborat ekan. Umumiy maydoni 180 metr kvadratni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek remontlari tayyor. Ichiga mebel texnikalaringizni olib kirsangiz bo'lgani. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyada muammo yo'q. Isitish uchun to'pli pol qilingan. Binoning o'zi pishiq g'ishtdan qurilgan. Podyezdlari, koridorlari kenggina. Xullas sharoitlari zo'r ekan. Olishingizga, kelib yashashingizga arziydigan joy ekan. Aytgancha zo'r yangilik. Shu uyni 30% oldindan to'lab, qolganini halol nasiya asosida 36 oy davomida to'lab olsangiz bo'lar ekan. To'plagan pulingizni hisobini chiqaring. Nasib bo'lsa bu yerni olasiz. Kvadratini $550 deb baholashmoqda. To'lovini birato'la hammasini qilsangiz kelishtirib berishar ekan. Vaziyatingizga qarab harakat qilaverasiz. Ekrandagi nomerlarga esa bog'lanaverasiz. Yana bitta xushxabar. Xuddi shunaqa domdan yana 3 ta bor. Ular ham tayyor, remontlarigacha qilib qo'yilgan. O'lchamlari va xonalari haqida ma'lumotni ekraningizdagi nomerlar orqali bilib olaverasiz. Manzil esa Qo'qon shahar hokimiyat yonidagi dom. Pastda bolalar maydonchasigacha qilingan, sentralniy joy, atrofida ehtiyojingizga kerak bo'lgan barcha qulayliklari bor. Maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, savdo markazlari kabilar joylashgan. Zo'r taklifni o'tkazib bormaslik uchun videoni yaqinlarga ham ulashib qo'ying.